Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-ukalar. 2026-yil 1-avgust. Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Xabaringiz bo'lsa, masjidimizni tahorat xonasini ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Alloh rozi bo'lsin. Mana yigitlar, usta ukalar, akalar xizmat qilyapti. Ichkaridan xabar olamiz. Bu tomonda appalatlarni o'rnatish uchun joy ochilyapti. Qiyilib bo'ldi kecha. Hojatxonaga mana shu chashaganlar shunday qo'yilyapti. Endi hozir urug'ga olib qo'ysa kerak. Mana ajoyib chiqyapti. Mana buzini keksalar uchun o'tiradigan bo'ladi. Keksalar uchun. Qolgan 5 xonasi mana bunday o'rnatiladi. Bunga o'rnatiladi qolgan xonalarga. Kanalizatsiyalari bundan o'tib bir-biriga tutashib chiqib ketadi. Shunday. Tashqarida devordagi fundament qo'yish avjida. Yigitlar issiq bo'lishiga qaramay xizmat qilyapti. Alloh rozi bo'lsin. Ichkarida nima gap usta? Ichkarida mana bittasi o'rnatilibdi. Ajoyib chiqibdi lekin. Usta. Yani ko'milibdi, zo'r bo'libdi lekin. Bu ham qo'yilsa. Mana bu ham qo'yilibdi. Orqasi qo'yiladi. Mana tayyorlanyapti. Mana shunday.